Assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchi dehqonlarimiz, biz Oltinko'l tumani Ko'maka qishlog'iga kelganmiz. Bu yerga Fantina gibrid ekilgan. Azizbek akamiz, dehqon akamiz. Qachon ekkansiz? Pantino sortimizni 14 yanvar kuni ekkanmiz. Xudo xohlasa Pantino sortimiz juda havamiz bulutli bo'lishlariga qaramay, juda injaliklariga qaramay, lekin o'zini yo'qotmadi. Juda chiroyli bo'ldi. Ob-havoga nisbatan baribir chiroyli bo'ldi. Uzishimiz endi mana 23 fevraldan uzishni boshladik buni. Hozir mana ancha xudo xohlasa natijalarimiz zo'r. Ishlari ham, kilolari ham biz o'ylagandan darajadan ancha yuqori. Chiroyli. Tino chiroyli. Bleski, shakli hamma tomoni juda chiroyli. Xudo xohlasa Pantino o'tgan yilga nisbatan bu yil ham ancha chiroyli. Dehqonlarga nima deysiz? Endi dehqonlarga Pantinoni tavsiya qilamiz endi. Pantinoni juda chiroyli. Pantinoga gap yo'q. Xullas, bu sortimiz zo'r baribir. Qo'hmay ekishni tavsiya qilamiz dehqonlarga. Cho'chimay eka orasida xudo xohlasa Pantino juda zo'r tavsiya qilamiz. Eka orasida Pantino chiroyli, juda ma'qul keladigan, xudo xohlasa chiroyli. Fantinoni ekinglar. Tavsiya qilamiz. Ko'rishguncha. Terim bo'lgan holati bu. Talalar baquvvatligi yaxshi. Meva solishi ham zo'r. Pastdagi mevalar terilgan. Bugun 21-mart. 21-martdagi holat. Fantinoda.